Bir odam o'layotganda o'g'illarini chaqiribdi. 3 ta o'g'lini. 2 ta xum oltin yig'ib qo'ydim bolalarim. Bir xum oltin uchovini evaranga ham yetadi. U nevara chevarani ham qo'yib turur. Bir xum oltinni men bilan bir kun go'rda yonimda yotganga beringlar. Shunaqa odam topiladi. Men bilan bir kun ertasiga darrov ertalab kun ochib chiqazib olinglar. Yonimda yotsin, so'roq savol berguncha. Chiqadi, bir xum oltinni shunga ber. So'zim shu, vasiyatim shu dedi, bu odam o'ldi. Bir xum oltin olishdi o'zlariga-da, bir xum oltinni qo'yib, kim hozir dadamni ko'mamiz, kim billa go'rga kiradi ya. Xum oltiningdan o'rgildik, tirik go'rga kirib oladimi? Hech kim yo bo'lmaydi. Oxiri bitta odam arqonni yerga tashab, oyoq yalanjor nochor kelayotgan ekan. To'xta birodar. Hech qorning to'yib non yeganmisan? Yo'q. Arqonni nima qilasan? Endi uncha o'tin-putin yuk ko'tarish bo'lsa, shu arqonimda bog'lab ko'tarib yuraman. Mana shu bir xum oltinni beramiz, dadamni hozir ko'mamiz, birga yonida yot, ertalab yana chiqazib olamiz. Bo'pti. Kiribdi. Uni ham kengroq kovlashdi, yonida yotibdi. Farishtalar aytibdi, shu tilini bir so'rab ko'ringlar. O'lim bu yerda qoptida, menga qara, arqonni qayerdan olgansan debdi. Topgan ekan u ham o'sha arqonni. Topqanadim. Nima egasini rozi qilib, bir tarixday chochilib ketib qopti. Yana o'ziga kelib qolarmish. Arqonni qayerdan olganding? Bir ko'chada turgan ekan, Allohni nima so'ramay olasan? Yana bir shu arqonning hisob kitobi bilan maydalanib, azoblanib, bir payt tepa tarafdan qilib qopti, vaqt o'tibdi-da, u o'zini gurov tepaga urib chiqib qopti-da, hali xum oltinni olsa, bitta arqonnikini hali javobini bera olmadim, ko'tar xum oltiningni deb qochib ketdi. Orqasiga qaramay. Nimaga yig'aydi? Bu makr, bu insonni ibodatdan, odamiylikdan, ota-onasini xabar olishdan, qarindosh urug'idan xabar olishdan, halol yurishdan, inson to'piqlikni hamma iymon, e'tiqodni shunga almashtirib, shuni paydo bo'lishadi va bilishmaydiki, buni hisobi og'ir hali. Shuning uchun sahobalar o'zlari